Çünkü sen Allah'sın. Yettinci osmonga safar. Ushbu kitobning yozuvchisi Ali ibn Jabir Fidir. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakorlari guruhi. Çünkü sen Allah'sın. İkinci kısım. Yıldızlar. Allah Taala bendelerinin kalbide öz Rabbini yaxshi ko'rishga bo'lgan ehtiyojni yaratdi. Bendelerinin qalbidagi bu muqaddas muhabbatni uningga egilish, uning uyini tavob qilish, huzurida qoyim bo'lish, uning uchun uyqudan voz kechish va uning yo'lida jinini pido qilishla qondira oladi. Hayat o'zining butun namoyandalari bilan sizga shundoq shivirlaydi. Siz izlayotgan zot arshining ustida turib sizga quloq seryotidi. Bir ayol bir fojir bilan xilvatda qoldi. Fojir uni xolidi. Ayol bosh tortdi. Fojir ayolga qarab, "Qo'rqma, bizni yulduzlardan boshqasi ko'rmaydi", dedi. Ayol javob qaytardi. "Uni yulduz qilib qo'ygan zot-chu, Alloh-chu", dedi. "Ha, shundoq. Allohga muhtoj qalb shundoq bo'ladi. U Allohni o'ziga ko'zatchi qiladi. Bu qalb Allohning hammani bilib turg'uchi, hammadan xabardor, hammani anglab turg'uchi, ko'rib turg'uchi va hamma narsadan xabardor ekanligiga jazmi ishonadi. Qalbingiz bilan u zotga muhtojligingiz namoz o'quvchining namoz vaqtida Ka'baga muhtojligiga o'xshaydi. Qalb barcha hayotdagi orzularga intilishi kerak. Ammo birinchi orzuning intilishi Allohga bo'lishi kerak. Qalbingizning o'ng va so'l tarafida xohlagan maqsadingiz tursin. Ammo eng oldiga faqat Allohning roziligi, Allohning kuzatib turishi va Allohning muhabbatini qo'ying. Uni unutmoqdasiz. Nimadandir izlab topolmasangiz, uni qo'yib Allohga bog'laning. Siz uningga muhtoj bo'lishingiz va uningga iltijo qilishingiz uchun uni yushirib qo'ygan zot u Allohdir. Allohim, menga yo'qotganimni qaytar deb ayting. Uni sizga qaytaradi. U sizning boshqa ishlaringizdan yuz o'rib, o'ziga yuzlanishingizni xohlaydi. Lekin siz boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lib, uni unutmoqdasiz. Shayxul Islom ibn Taymiyaning bu to'g'risida ajoyib go'zal so'zi bor. Uni tafakkur qilingda, dardlaringiz, g'am, andishlaringiz va ehtiyojlaringiz yeniga qo'ying. Natijasini ko'rasiz. Ba'zida bandaga musibat keladi. U bo'lsa, uningdan qutulish maqsadida harakat qiladi. Allohga yolvoradi, zarlanadi, uningdan so'raydi. Mana shuning o'zi ibodat. Bu vaqtda bandaning birinchi maqsadi rizq tepish, yordam yoki shunchaki salomatlik so'rash bo'ladi. Keyin duo qiladi. Allohga yelinib yolvoradi. Natijada Allohga qilgan duosi va yelinib yolvorishlari u banda uchun Allohga bo'lgan iymon, Allohni tunish, Allohni yaxshi ko'rish ham Allohga duo qilish, Allohni zikr qilishdan erishadigan lazzatlanish eshiklarini ochadi. Bu holat u banda uchun o'zi maqsad qilgan hojatlarga erishgandanmi suyumlikroq va kattaroqdir. Mana bu Allohning bandalariga qilgan rahmati bo'lib, u bandani dunyoviy hojatlar bilan yuksak bo'lgan diniy maqsadlarga yetaklaydi. Musa alayhissalom davrlarida yomg'ir yog'may qahatchilik boshlandi. U kishi va minglab erkaklar, ayollar va bolalar duo qilish uchun chiqdi. Musa alayhissalom shu paytda ikki qo'lini osmonga ko'tarib turgan, Robbiga muhtoj bo'lgan bir cho'milini ko'rdi. Bildiki, bu holat behojat zotga muhtojlik. Bundoq zarlanishdan keyin osmondan sharrida yomg'ir quyiladi. Ondan u kishilarga, "Qavminglarga qaytinglar, sizlarga kifoya qilindi", dedi. Ular chaqmoq ovozi va yomg'ir shivirlishi ostida qaytdi.
yosh vaqtimda cho'nglarning biridan bu duoni anglab hayajonlangan edim. Allohim, musibatlaring ishking oldiga elib keldi. Huzuringdan meni quruq qo'l haydama. Musibatlarning saxovatlik zotning oldiga elib kelishi uning somat, hamma uningga muhtoj zot ekanligining ma'nosidir. Uningga tayinib umid bilan iltijo qiling. Agar Alloh do'rini jismingizga ta'sir qilish uchun ruxsat bermaganida, kasallik sizdan ko'tarilmagan bo'ladi. Shundaq ekan, siz shifo berishni so'rab iltijo qiling. Ishiningki, agar u qarshingizda kelayotgan mashinani sizdan burib etmaganida, siz hozir o'liklar sebida bo'lardingiz. Bu sababli sizni doimiy muhofazat qilishni so'rab, uningga iltijo qiling. Unutmang, agar siz kemaga chiqqanda u muhofazat qilib qo'g'dab turmagan bo'lsa, siz beliqlarga yem bo'lgan bo'lardingiz. Shundaq ekan, siz charchashlaringizdan tugab xotirjam orom elishingiz uchun uningga tayining va umid bilan iltijo qiling. Chunki siz uningsiz yugurisiz, charchaysiz, jiddiylashisiz. Quloq soling. Qattiq shamol chiqib, kema yo'lini yo'qotgan, do'lqinlar kemani u yoq bu yoqqa o'rib, o'lim oldini qilib kelgan vaqtda uningdagi odamlar qaysi dinga e'tiqod qilishlaridan qat'iy nazar, "Ey Alloh" deydi. Uningga iltijo qiladi. Alloh taolo mundoq deydi: "Alloh sizlarni qo'riqlikda, dengizda safar qildiradi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni elib mayin shamolda mengayotgan va bu shamoldan ular xushallanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib kema o'riladi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz do'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar qurshivilanganligiga, ya'ni halok bo'ladiganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan narsalarni tashlab qo'yib, "Ey Alloh, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldursan, biz chuqur shukr qilguvchilardan bo'lamiz", deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Sura Yunus 22-oyat. Alloh taolo sizning ichingizning uning nomini tilga elishga bo'lgan bir ehtiyojini qildi. Bu yerda agar siz "Ey Alloh" desangiz, butun vujudingizni qurshaydigan bir xotirjamlik bor. Agar siz ixtiyoriy holatda "Ey Alloh" demasangiz, majburiy deysiz. Agar Allohga iymon etgan holatda Allohning ismini tilga olmasangiz, majburiy holatda eslaysiz. Agar xotirjam holatda Alloh demasangiz, qiyinchilik, musibatlarda faryod chekib, nola bilan tilga olasiz. Kompas. Nimishqa biz Allohga iltijo qilishga majburlig'ichi falokatni, uning nomini tilga oldirg'uchi musibatni, masjidga yetaklig'ichi g'am qayg'uni kutib o'ldirishimiz kerak. Alloh musibat va falokatlarsiz ham o'ziga iltijo qilishimizga, zaharlanishimizga loyiq emasmi? Alloh bizga bergan hayotlik, saqliq, iymon, tinchlik va baxt saodatlar uningga talpinishimizga yetarli emasmi? Bizga boshqa ishlarimizni unuttirib, hoshimizdan qochiruvchi musibat kerakmi? Shunda qilganda beshimizni egimizmi? Qalb kompasingizni Alloh tarafga to'g'rilang. Uningdan keyin o'milab bo'lsa ham Alloh tarafga menging. Yetishsiz. Qur'onda aytiladi: "Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir." Sura Baqara 115-oyatning bir qismi. Odamlardan atiganda bir narsa so'rasangiz berishi mumkin, ammo kech kirganda eshikni etib olishi mumkin. Bir masalada yordam qilsa, ikkinchisida o'zrini aytadi. Bugun bersa, ata cheklab qo'yadi. Navoda istaganingizga labbay desa ham kechiktirib yoki nuqsonlik bajarishi mumkin. O'z vaqtida mukammal ado etgan taqdirda ham sizni kamsitishi yoki qilg'inini minnat qilishi ehtimoldan yiroq emas. Natijada uhsinib qolasiz. Allohchu unda qilmaydi. O'zi aytadi: "Alloh hayotdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir." Dininglarni shirkdan va riyodan sap qilgan holda uningga ibodat qilinglar. Jimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Sura G'afir 65-oyat. U kecha kunduz banda so'rig'ini beradi. Mazlum bo'lsangiz, hamma ishingizda yordamchi bo'ladi. Siz uchun ishini yapmaydi. Kecha va kunduz saxovatlik,
ikram qiluvchilarning eng yaxshisidir. Shuning uchun uningga hamma iltijo qiladi, hojatini so'raydi. Boshqasi-chi, ular bundaq hojatlarni ravo qilguvchi sifatga ega emas. Ishonmasangiz, sinab ko'ring, iqror bo'lasiz. Uningdan boshqasini qalbingizdan chiqarib eting. Necha kun ilgari bir universitetning rahbar xodimlari ishxonasiga kirgan edim. O'qishim to'g'risida yozma taklif berdim. Keyin ba'zi tafsilotlarni tushuntirgan edim. U menga barcha orzu armonlarni aytaverma dedi. Ha, odamlar ko'p istak xohishlaringizni xolamaydi. Ammo Alloh uningdan qancha so'rasangiz, iltijo aytib duo qilsangiz, sizni shuncha yaxshi ko'radi. Shundoq ekan, nimishqa Allohni qo'yib boshqasi bilan dardlashimiz? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ibn Abbos radhiyallohu anhuga qachoniki bir narsa so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan so'ra deb o'rgatgan. Imom Tirmiziy rivoyati. Agar so'raydigan bir hojatingiz bo'lsa, siz so'raydigan zot Alloh bo'lsin. Abu Hamid G'azali Allohning ismi azam, eng ulug' ismi haqida olimlarning biridan naql qilib mundaq degan: Uningdan boshqasini qalbingizdan chiqarib eting. Uningdan keyin qaysi ism bilan bo'lsa ham duo qiling, ijobat qiladi. Samad ma'nosining meg'zi shudir: qalbingizda Alloh bo'lsin. Keyin u rozi bo'ladigan har qanday so'zni ayting. Ana shu chaqda ilohiy alomat, Rabbani ko'rinishni ko'rasiz. Sizga paydo bo'lgan har qanday mushkullik elchidir. U sizga Alloh bor, uningga iltijo qil degan xabarni elib kelgan. Kasallik siz uningga zarlanishingiz xabarchisi. Kambag'allik uningga egilishingiz afsona. Zaiflik kuchlik zotdan kuch so'rashingizni aytquchi suhbatdosh. Hayot har tarafda oldingizda turib bor ovozi bilan sening Robbing bor, sen uningga tayang'in deb chaqirib turadi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibn Abbos radhiyallohu anhu ga aytdi: Allohning amirlarini saqla, Alloh seni saqlaydi. Uni qarshingda topsan. Imom Tirmiziy rivoyati. U sizning yaningizda, ruhingiz, jismingiz va fikringizda. Uni yod eting. U sizni himoyasiga oladi, yordam beradi, siz bilan birga bo'ladi. U behojat zot. Bandalar shu zotning saltanati ostonasiga borib vujudi bilan bosh urmasa, ularning qalblari halovat topmaydi, rohatsizlarcha qoladi. Qadamlar. Xohlagan tarafingizga qarang, lekin qalb ko'zlaringiz Allohning buyukligini ko'rsin. Xohlagan gapingizni dang, biroq qalb tilingiz uning zikrini qilsin. Xohlagan narsangizni anglang, ammo qalb quloqingiz Allohning kalomini anglasin. Xohlagan tarafingizga yuring, lekin qalbingiz u tarafga qadam tashlasin. Qalbingiz, ruhingiz, jismingiz, fikringiz, xohishingiz, xiyollaringiz bilan uningga talpining. İltijo qiling, hojatmand bo'ling. Qo'lingizga qalam olsangiz, o'zingizga savol bering. Men bu qog'ozga yozmoqchi bo'lganimdan Alloh rozi bo'lamdi. Gap qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan so'rang. Uni rozi qiladigan gap qilamanmi? Yo'l tutmoqchi bo'lsangiz, o'ylang. Tutayotgan yo'lingiz uning nazarida yaxshi ko'rilamdi. Mana bularni diqqat bilan qalbingiz to'riga esib qo'ying. Alloh nimadan rozi bo'ladi? Hamma vaqtda uningga muhtojlik izhor eting. Uningga bog'laning. Yerim kechasi uyg'onsangiz ham uni eslang. Uni zikr qilmasangiz, eslamasangiz xiyollaringiz parishondir. Uning ismi xotiringizdan o'tmasa, aqlingiz xarobdir. Qo'rqinchli, sasliq patqoqlarni tushayotgan bo'lsangiz, o'lmaydigan doim tirik Allohni eslasangiz, eqib turgan o'stanglarga, bog'u bo'stonga aylanadi. Uningda bulbullar sayraydi. Alijanoblik. Ruhingizga Alloh qilib muhtoj bo'lishni o'rgatsangiz, vaqtning o'tishi bilan dunyoviy talablarni ko'paytirishdan hayo qilib qolasiz. Chunki dunyo siz uning uchun yaratilgan, sizning joyingiz emas. Arzu, intilishlaringizning hammasi oxiratlik bo'ladi. Xalifa Kabini tavob qilib yurgan Ibn Umar radhiyallohu anhuning o'g'li Salimga mundoq dedi: Mendan so'rig'ingiz borini so'rang, ey Ibn Umarning o'g'li. O kishi uningga hojatini Allohga aytquchi insonning qarishi bilan qartida dedi. Dunyo ishlaridanmi yoki oxiratdanmi? Xalifa javob berdi:
oxirat Allohninki, dunyo ishlaridan. Shuning bilan Ibn Umar radhiyallohu anhuning o'g'li Salim dunyoni dunyoning haqiqiy egasi bo'lgan zotdan so'ramayman-yu, egasi bo'lmagan kishidan so'raymanmi deb javob berdi. Allohga hojatmanlik sizni yer yuzidagi podshoh sultonlarga parvo qilmaydigan katta oliyjanob bir insonga aylantirib qo'ydi. Dunyo cheklikdir. Allohga muhtoj insonlar dunyoga yuzlanmaydi. Bir amr Shayxul Islom Ibn Taymiyaga biz sizni bizning podshohligimizni iroda qiladi deb angladik. Ibn Taymiya deganda Ibn Taymiya hazratlari oliy janoblik bilan beshini ko'tarib, Allohga qasamki, sizning mulkingiz men uchun 2 tangaga arzimaydi deb aytgan ekan. Aytingchi, kechasi o'zini Alloh uchun atab Allohga yuzlanib chiqqan kishi kunduzlari bir parcha mato uchun o'zini xor qilamdi? Asla bunday qilmaydi. Allohga hojatmanlik ana shundoq bo'ladi. Haqiqat. Hojatingiz sababli siz Allohga muhtoj bo'lgan shu daqiqalar dal sizning ehtiyojingizga siz ega bo'la oladigan daqiqalardir. Biror narsaga qiziqsangiz faqat Allohning yo'li orqali yetib bora olasiz. Ehtiyojingiz tushgan har bir narsa faqat Allohning mulkida topiladi. Biror ishning yuz berishi ham Allohning imkoniyat yaratib berishi bilan yuz beradi. Chunki u mavjudotdagi har qanday o'zgarish, kuch-quvvat faqat uning yordami bilan bo'ladigan birdan-bir yakka yagona zotdir. Hujayralarning harakatlanishi, molekulaning mavjud bo'lishi, yomg'ir tomchisining parga aylanishi, daraxt yo'pirmiqining yerga tushishi faqatla Alloh taolaning kuch-quvvati bilan mumkin bo'ladi. Biror yomonlikni Alloh xohlamasa, butun dunyo birlashsa ham uni sizga yetkazolmaydi. Ammo Alloh bir yomonlikni taqdiringizga putib qo'ygan bo'lsa, butun dunyo birlashsa ham uni sizdan yiroq qila olmaydi. Shundoq ekan, Allohga yuzlaning, uningga iltijo qiling. Hamma ishingizni uningga topshiring. U hamma uningga muhtoj bo'lgan zot. Tug'magan, tug'ilmagan ham uning tenglishi bo'lmagan zotdir. Ey Alloh, qalbimizni o'zingga muhtoj qil. Bizni o'zingdan boshqadan talab qilmaydigan, sendan boshqadan so'ramaydigan, maxluqotlaringdan hech biridan yordam so'ramaydigan qilgin. Ey Allohim,